Abi, manzarani ko'ryapsizmi? 11-qavatdan shahar prosta oyog'ini tegidi. Bizda Novostroyka sotilayotgan 51 kvadrat. Yunusobodda yuragi. Megapolisni bilsangiz kerak, Megaplaneta ro'parasi, bozor, maktab, joy. Shunda pastimizda metro stansiyasi ham turibdi. Bemalol transport bilan xohlagan joyingizga foydalansangiz bo'ladi. Qarang, закрытый territoriya, mana shu pastda ham ko'rsatayman mana. Podzemniy parkovka, nadzemniy parkovka, hamma narsasi bor. Remont mebel texnika tayyor sotilayotgan 2 xonali Novostroykani sizga taklif qilmoqchiman. Narxi 86 ming. Sunnatli kelishiladigan joylari bor. Pulingiz yetmayotgan bo'lsa, ipoteka bank orqali ham xarid qilsangiz bo'ladi. Keling, mana. Terrasadan mana ichkariga kiradigan bo'lsa, bizda yevro dushka qilishgan. Bu yoqimizda zal, mehmon kutadigan xonamiz, konditsioner bor, kamin bor, televizor bor, mahkama. Bu yoq tarafimizda stroyniy kuxonniy garnituri. Kompaktniy, xolodilniklarigacha qo'yilgan. 51 kvadrat, abi. Xo'p, prixojiyga keladigan bo'lsa, mana qarang, bu yoqimizda sanusiyalarimiz birlashgan holatda chiroyli, akkuratni, sifatli kafellar taqilgan. Va qaytib keladigan bo'lsangiz, o'zini praktikasi ham mavjud. Xo'p, bu yoq tarafimiz mana bu yoqni ko'rsatsam, asosiy podyezddan kirish eshigimiz, prixojiy mebellar bor, o'zingizga qarab chiqishingiga va o'ng tarafimizda esa bizda spalnimiz joylashgan. Spalniy garnituri полностью komplekton. Videoda nima ko'rgan bo'lsangiz, hamma narsa qoladi. 86 ming, tezda aloqaga chiqishlarini so'raymiz. Ma'lumot uchun telefon raqami beriladi. Like bosish esdan chiqmasin.